Dünyanın arkadaşlarla qarindoshlar, hazır vaqtlar xayrlik bolsun. Mening ismim Muzaffer. Bugungi temamiz olsa qo'llanishgan iqtisoddagi pul paxalligi, ya'ni inflyasiyon. Pul paxalligi deganimiz pulning sotib olish kuchining tuvanlishi, obortdagi pulning, ya'ni davlat ichidagi aylanayotgan pulning ko'payib ketishi. Mal yoki mulozimatning bahosining belgilik vaqt ichida yuqori sur'atda davomli o'rlaydigan hodisani ko'rsatib berdi. Normalda gazetlarda, xabarlardami ko'p ko'ramiz. Pul paxalligi, ya'ni inflyasiyon degandek. Eng oddiy qilib aytganimizda bir malning yoki mulozimatning bahosining tuyuqsizdan tez sur'atda o'sib ketishi. Bu xil ahvollarni butun davlatlarda uchrata olamiz. Unda qolsa bir narsaning bahosi nimishqa o'sadi? Masalan, pomidorning, ya'ni shoxlining bahosi nimishqa har yil o'xshamaydi. Ba'zi yillari nihoyat qimmat bo'ldi, ba'zi yillari nihoyat arzon bo'ldi. Pomidor teriydigan dehqon pomidorning urug'larini yerga chechib qo'yib, yomg'ir yog'sa o'sib chiqadi deb saqlab o'tirmaydi. Pomidorni texmi ko'p va mo'l to'plash uchun o'g'it, dehqonchilik to'g'risi degandek narsalarni ishlatadi. Ya'ni urug'dan sit o'g'itqa, dehqonchilik to'g'risiga pul xashlaydi. O'xshashdan etizi ishlatadigan traktorlarga va boshqa mashinalarga benzin olish uchun pul to'laydi. Agar bu yil o'g'itning bahosi o'sgan bo'lsa, dehqonchilik to'g'risining bahosi o'sgan bo'lsa, benzinning bahosi o'sgan bo'lsa, dehqonlar mushtarning hammasining maliyatini pomidor qo'shadi. Oldingi kilosini 1 qo'ydan sotgan bo'lsa, bu yil 2 qo'ydan sotadi. Ya'ni bu yerdagi mallarning bahosining o'sib ketishi pul paxalligini keltirib chiqadi. Yana bir misol qilib bersam, mahaldagi navoy nonlarni 1 qo'ydan sotadi. Agar bu yili unning, suvning, sutning bahosi o'sgan bo'lsa, dehqon amalsiz 1,5 qo'ydan sotishga boshlaydi. U vaqtda o'xshash bir mahalda o'tiradigan sotirashma o'zi mulozimat bahosini o'stirib oldi. Chunki normalda sotirashni oyda 1000 qo'y pul topadi deb o'ylasak, 1000 qo'y pul bilan 1000 tonna sotib olaydi. Endi navoymo nonning bahosini 1,5 qo'yga chiqarib olganlik uchun sotirashma burunga o'xshash 1000 qo'y pul bilan 1000 tonna sotib olmaydi. Sotirashdan yanchiqidagi pulning qiymati tushib ketgan bo'ldi. Shunga sotirashma o'zining pulning qiymatini qo'llab qolish uchun va burunga o'xshash 1000 tonna sotib olish uchun o'zining mulozimat bahosini o'stirdi. Pul paxalligi normalda mushunga o'xshash zanjirsimon shaklda shakllandi. Birisining o'zining milining yoki mulozimatining bahosini o'stirishi, yana birisining milining yoki mulozimatining bahosini o'stirishiga sabab bo'ldi. Shuning bilan butun davlatda pul paxalligi, ya'ni inflyasiyon paydo bo'ldi. Unda qolsa pul paxalligi bir davlatda bo'lsa yaxshimi yoki bo'lmasa yaxshimi? Pul paxalligi davlatlarda mavjuddir va bo'lishi kerak. Chunki sizning davlatingiz ichidagi hech qanday bir narsaning bahosi o'smasa, boshqa davlatlardan import qilib akirgan mahsulotlarning bahosi yuqori bo'ldi va sizning xalqingiz import qilib akirgan mahsulotlarga pul yetishmay qoldi. Hozirgidek dollar o'sayotgan vaqtda va nurg'ulg'an import qilgan mahsulotlarning hammasini dollar bahosi bilan akirgan vaqtimizda, sizmi mahsulotlaringizning va mollaringizning bahosini o'stirmasangiz bo'lmaydi. Chunki boshqa bozorlarga yetisha olmay qolsiz va kuchingiz yetmay qoldi. Pul paxallik nisbati haddidan ziyoda oshib kelsa bo'lmaydi. Chunki pulingizning qiymatini qo'llab qola olmaysiz. Bir davlatdagi %5lik va %10lik pul paxalligi nihoyat normal deb qaraldi. Mushu yaqinqi yillarda eng yuqori pul paxalligiga uchirgan davlat bo'lsa Venezuela. Venezueladagi pul paxalligi %800, %2000 o'sib ketgan. Agar davlatingizdagi pul paxalligini kontrol qila olmasangiz, pulingizning qiymatining tushib ketishini qo'llay olmasangiz, pulning qiymati yo'qolib ketadi. Hamma odam o'z davlatining pulini tashlab dollarga yoki yevroga qochadi. Dollarga bo'lgan ehtiyoj qancha ko'paygan dollarning qiymati shuncha yuqorilabmadi, o'zining davlatining puli bo'lsa shuncha tuvanlabmadi. Davlatning pulning paxallanib ketishi markaziy banklar tomonidan qo'llanildi. Davlatdagi markaziy banklar pul paxalligining tamponligini saqlaydi va pulning qiymatini qo'llash uchun harakat qiladi. Davlatmi ba'zi asosiy ehtiyoj mahsulotlarining bahosining haddidan ziyoda oshib ketmasligini kontrol qildi. Pul paxallik nisbati qanday o'lchildi va qanday hisoblandi degan vaqtda, masalan Turkiyada tafa va tufa deb ikki xil ko'rsatkich bor. Bular ishlab chiqaruvchilar bilan iste'molchilarning nimaga qanday baho berganligini xotirlabmadi. Ondan Turkiya statistik organi bularni hisoblaydi va o'lchaydi. 400 va 500 yaqin mahsulotning va mulozimatning bahosini o'lchaydi va mo'ljallangan pul paxallik nisbatini chiqardi. Masalan, bu yilda pul paxallik nisbatini %10 deb hisoblagan vaqtda, oldingi 100 qo'y bilan olgan mahsulotlaringizni bu yil 110 qo'y bilan ola olasiz degan ma'no bo'ldi.